Ostagi gapida avval jintraynishdan chiqib, mana bunaqa joylarga kelgan deb qo'lini orqasida qaysidir shaharda baland binolarini ko'rsatgan. Xudo xolasa inshaalloh erka bo'landa men yutib, g'alaba qozonib, Qashqadaryo, Surxondaryoni go'zal tabiatiga olib boraman. O'sha baland binolarning ustidan yugurib o'tib ketadigan go'zal tabiatiga. O'shanda erka bilan to'ktar tushunib yetadi. Oddiy qishloqda jaydar yigiti qanaqa bunisidan g'alaba qozonganini. Kimdirlar ishonmasligi mumkin. Men shu joygacha Allohdan so'rab, harakatim bilan, o'zimga ishonchim bilan keldim va bundan keyin ham davom etaman. Erka bilan to'ktar bilan yangi shartnomaning boshida yoki o'rtasida albatta jang bo'ladi. O'zbekda bolasida hech qachon zarni yo'q. Ungacha birin ketin. Yanchi boraman. Oldimga chiqqanini. Kim bo'lishidan qat'iy nazar. 11-may Toshkent Xuma Arena yonadi. Xudo xolasa inshaalloh